Qadrli kitap anlıqçı dostlar, Ulug'bek Gazinesi 2. kısım 16. mavzunu birlikte okuyumuz. Qani quluqonlar kitapta olsun. Xurshida Banu tang sahar bilan hoylada anglangan varang cho'ringlardan u yoqdan bu yoqqa yugurib o'tayotgan odamlarning oyoq tovushlaridan uyg'onib ketdi. Yanida yotgan mo'misining o'rni bo'sh bo'lib, uyda hech kim yo'q edi. Xurshida Banuning yuragi jig' qilib o'rnidan turdi-da, maxmal kamzulini yepinchoqlab hovliga chiqdi. Oduldagi mehmonxonaning derizlari yo'p-yo'riq bo'lib, shoyi pardalardan quchoqlashib ko'rishayotgan odamlarning soyasi ko'rinib turadi. Dadam qaytib ketdi, degan fikr uning kallasidan chaqmoq tezligida kechdi-da, uyning er kishilar bilan to'lib ketganligini esidan chiqarib, mehmonxonaga qarab yugurdi. Xurshida Banu mehmonxonaga kirganda to'g'risi dadasiga ham o'xshaydigan, ham o'xshamaydigan, chat soqollari o'sib, ko'zlari ichiga o'ltirishib ketgan, o'riqlab qaqsumak bo'lib qolgan bir buvay siyaqidagi odam. Dadasi xuddi buvasiga o'xshash qiri ko'rinadi. Ko'z yoshlarini taramlatib, odamlar bilan quchoqlashib ko'rishayotgan edi. Xurshida Banu kichik bolalardek yum yig'layotgan bu buvayga qarab, bir hazog'icha gap qilolmay qoldi-da, ondan ho'ngirak etib yig'lab, o'zini uning quchog'iga otdi. Xurshida Banularning uyi birdandala to'y bo'layotgandek qizib ketdi. Qassoblar kelib, bog'larda qo'y so'yishdi. Oshpazlar osh dumlashdi. Qulum qo'shnilar, urug' tuqqanlar, savdogarlar, shoirlar va olimlar, ayol, qari, yosh kirib turdi. Qisqasi, kun bo'yi uydan odam uzilmadi. Chechini oldirib, soqol burutlarini qirdirib, beshiga oppoq salla o'rab, uchisiga zarbab to'n kishib olgan Mavlana Muhiddin ig'ir kasaldan amdili turgan odamdek ko'rinsimi, har holda 1-2 kundala xeli asliga kelib, odam siyoqiga kirib qolgan edi. Xurshida Banu dadasini ko'rganda, bo'libmi bir kundala qalbini ruslab, burunqidek tez minib, nopuzliq mehmonlarni o'zi kutib, o'zi uzutib yurgan bovisi Salohiddin Zargarni ko'rganda, nima uchundir qalandarning so'zlarini qayta esiga oladi va Mavlana Ali Qushchini o'ylaydi. Mavlana Ali Qushchimi zindondan chiqqanmidi? Yoki yanada zindonda azob chekayotganmidi? Dadam, yo'q. Dadam qalandar paraz qilgandek odam emas. Agar qalandarning degani rost bo'lsa, dadam 3 oydan beri zindonda azob chekib yotmas edi. Bundoq g'ayribona, bundoq ichinish holatga tushib qolmas edi. Xurshida Banuning dadasi bilan qong'ucha paranglashqusi, uningdan hol ahvol so'rg'isi, Ali Qushchining ahvolini bilgisi keladi. Lekin uydan mehmon uzilmaydi. Bugun tushdan keyin keladiganlar sal shalanglab, o'ylami bir oz tinchib qolgan edi. Kechqurun saroy mulozimlariga o'xshaydigan 3-4 so'latlik hakavur odam kirib kelishdi. Buning bilan Salohiddin Zargardan tortib xizmatkorlargacha hammasi sarosimaga tushib qoldi. Ular ketgandan keyin uy ichi mudhish jimjitlikqa cho'mdi. Bu jimjitlik va uydagilarning harakat qiliqlari Mavlana Muhiddin qamoqqa ilingan ko'ngilsiz kechadagiga o'xshaydi. Qattiq shamol chiqib, qor aralash yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa-mu, Salohiddin Zargar mut tashliq so'sar juvusini kiyib, namoz sham bilan qayoqqadir ketdi. Xizmatkor va qorovullar eshik darvozalarni taroq turuq yepib,
hujralarga kirib elishdi. Momisi nimishqidir yig'lab yetib qoldi. Nima bo'lgandi? Ya dadasining beshiga boshqa bir kulpat tushdimi? Biror kulpat tushgan bo'lsa, nimishqi Xurshidadin yoshirdi. Çoğun mehmonxona derizlarining yo'riq turishidan qaraganda dadisi tehi o'yg'oq bo'lsa kerak. Xurshida Banu qunduz yaqiliq qizil jibarqut kamzulini yepinib o'z uyidan chiqdi. Dadisi mehmonxonaning to'rida qora mut chopiniga o'ralgan holda badashqon qurib, seriq kun muqobiliq yug'an bir kitobni o'qib o'tiradi. O qizining kirganligini sezmay qoldi. Xurshida Banu putining uchida dessab, uning o'duliga kelib asta o'ltirdi. Xurshida Banu o'ltirganda kumush shamdondagi shamla lip qildida dadisi cho'chib beshini ko'tardi. Uning cho'nqur patqan cho'ng ko'zlarida qo'rqinch aralash hayronlik alomati aks etdi. "Kel qizim." Dadasining gejdak oqargan sulg'un chiroyini, qo'rqinch aralash echinishliq pilildab turgan g'amkin ko'zlarini ko'rganda Banuning o'pkisi og'ziga tiqilib, g'urt qilib yutindi. "Jenim tata, ko'p qiynalibsiz, azob chekibsiz." Mevlana Muhiddin beshidagi ushluq qora duxovi taqisini ruslab, yumshoq, mo'ngluq ovozi bilan "Haq Taoloning bu iltifotiga shukri, qizim," dedi. "Mana, aman-eson didar ko'rishdik. Ha, Parvardigorimga ming martaba shukri. Bir baloyi qazodan qutuldik," deb pichilladi Banu. O ko'ngliga pikib qo'ygan gaplarni qilishdan ayminatdi va bu gaplarning aran tug'an dadasining ko'ngliga azor berishidan ansiraydi. Shundoqla Qalandar Qarnoqiyning gaplari esidan zotili chiqmaydi. Uning Qalandar Qarnoqi degan gaplarning yolg'on bo'lib chiqishini, Mavlona Ali Qushchining dadasi bilan billa qamoqdan chiqqanligini anglag'isi keladi va shundoq bo'lishini chin dilidan orzu qiladi. "Tata," dedi u o'zini sal besib olib, "bu mudhish zindonda o'zingiz yolg'iz yotdingizmi?" "Yo'q, qizim, Ali Qushchi. Sen taniydigan Mevlana Ali Qushchi bilan birga yotdim." Xurshida Banuning chiroyi tatirib bir tinib qo'ydi. "Mevlana Ali Qushchi? O muhtaram zotmi zindondan chiqdimi?" "Yo'q, bolam, texchi zindonda." "Nimishqa, dada?" Mevlana Muhiddin badaniga sovuq bir narsa tekkandek seskinib, qiziga qo'rqibgina qaradi. Uning o'ltirishib ketgan mayus ko'zlarida allaqandoq gumon jilvilandi. "Allohning iltifoti shu bo'lsa, buningga nima chora, bolam?" Mevlana ko'zini qizining ko'zidan qochirdi. Uning gajdak oqargan sulg'un chiroyi qizirib ketdi. "Rostken, Qalandarning degini rostken." Xurshida Banuning xiyollari qo'yindak qalaymaqonlashib ketdi. "Tata," dedi u ko'nglidagi dahshatli gumon bilan elishib. "O bechora Mevlana'ning ahvoli og'irmi?" "Og'ir, qizim, og'ir." "Nimishqa o bechorani qiynaydi? Nimishqa zindondan chiqarmaydi, tata?" Mevlana Muhiddinning chiroyidagi qizillik asta yo'qolib, yuzi yana tatirishga boshladi. Qonshorliq burnining to'shiklari kerildi. "Ayib, Mevlana'ning o'zida, qizim. Ol zot to'lima johil, to'lima qaysar. Bu zamonda." Mevlana qorong'u derazaga xuduksinib qarab qo'ydi va ovozini pasaytib so'zini davomlashtirdi. "Mirza Abdullatifdek mustabid shoh taxtga chiqqanda qaysarlik qilib bo'lamdi, qizim." "Dada,"
Men bir gap anladım, dedi Xurshida Banu. Lekin o duduqlab qaldı. Mevlana Muhiddin beşini götürüp kızıga qaradı. Onun gözleri qısilib, çirayidagi g'amkinlik qandaqdir soğuk bir ifade bilan almashgan edi. Nima gap? Xurshida Banu atasining alaq-jalaq bo'lib turgan ko'zlariga tik qarayolmay yerga qarab oldi. Mevlana Ali Qushchi Mirza Ulug'bek Hazretlarining nurg'unlagan nadir kitoblarini yushirib qo'yibdi. Bu gapni nereden anladın? Xurshida Banu beşini götürmedi. Dadasının avazida hem ikkilanish, hem shafqatsizlik alomati bor edi. Lekin Banu'ni bu shafqatsizlik emas, tamamen boshqa bir narsa cho'chitdi. Onun menisini rastga bichora Mevlana tig'chi zindonda yetibdi degan fikr ayımay qo'l cho'ydi. Bu gapni nereden anladın deyman? Hamma odam shundoq deyishyotidi. Hamma odam deb kimni demoqchisan? Hamma haqam soyili, birga o'qigan saboqdoshlarim. Birga o'qigan saboqdoshlar, dedi Mevlana Muhiddin allaqandoq yerginib. Mirza Ulug'bek shariatga amal qilmagan takabbur shoh edi. Chunki musulmon qiz ayollarni o'qisin deb ularni yo'ldan ozdirib, o'zi gunoh patqiga patdi. Xurshida Banuning esiga yana o'sha hikoyada qiziqarli qilib yozilgan risola keldi. Mirza Ulug'bekning Mavara Unnahir tarixiga bag'ishlab yozgan bu risolasini bir kechada o'qib bo'lganligini, keyin zo'r ishtiyoq bilan oqqa ko'chirib berganligini esiga oldida to'satdan ho'ngrab yig'lab tashladi. Jinim dada, nima bo'ldingiz? Birdilla sergaklashgan Mevlana Muhiddin qiziga hayronlik bilan tikildi. Xurshida Banu yuzini aloqalari orasiga yushirib o'ltiradi. Onun yaqut ko'zlik, nefis oltin uzuklar taqalgan oppoq, nazik barmoqlari orasidan sirg'ib chiqqan yosh tomchilari burnining yenidan eqib o'ngga uchishdi. Mevlana Muhiddin onunla Mirza Ulug'bek bilan Ali Qushchini yomonlab xato qilganligini darhol payqadi. Chunki o o'zini Mirza Ulug'bekning eng yaqin shogirdiman deb faxrlanib yurganligidan Banu xabardor edi. Astagfirullah. Endilikda faqat Ali Qushchili emas, o'zining jon jigiri, suyimlik farzandi, ko'zining nurimi onundan yirginiyotidu. Mevlana Muhiddin xo'rsinib ko'ziga yosh oldi. Qo'y qizim, o baxtsiz kunlarni esimga solma. Atang tortgan dard alamni Alloh taolo hech bir bandasiga ravo ko'rmasin. Qandoq qilay? Mevlana Ali Qushchining taqdiri mening qo'limda emas. Dadang bir aciz bichora. Mevlana Muhiddinning o'pkisi og'ziga tiqilib, gap qilolmay qoldi. Lekin bu sezgür odam bu qitim o'zining ko'z yoshlari qizining ko'nglini eritolmaganligini payqadi-da, qattiq og'rinib, beshini tuvan soldi. Uning qiziga qattiqroq gap qilg'usi keldi. Biroq baya Ko'ksaroydan Amir Jandar boshliq bir ikki nupuzliq amaldor kelib, shahzodaning talabini yetkazib, o'gin Xurshida Banuni saroyga Mirza Abdullatifning harmiga elib ketadiganligini, shu vaqtgacha hozirlik ko'rib qo'yishini uqtirdi. Yana Ko'ksaroy, yana haram. Dastlabda Shahzoda Abdulazizning harimida bo'lgan, endi Mirza Abdullatifning harimida bo'larmish. Bu shum xabarni anglagan Salohiddin Zargar nima qilishni bilmay, oxir maslahat so'rash uchun qayoqqadir ketdi.
Boşum xəbər Mevlana'mı təmtirtib etdi. Lekin selkem 3 ay yatqan mudhiş qamoqxona göz aldığı kelib, razı buluşqa mecbur boldu. Baya Xurşida Banu asta kirib kelgende Mevlana Muhiddin şunu oylab qorxub ketgan edi. Yo'q. Momisi bu şum xabarni onunğa aytmagan bo'lishi mumkin. Chunki Mevlana Muhiddinning faraz qilganidek Banu bu vaqtda norozilik bildirib yig'lamasdan, balki tamoman boshqa ishlar ustida gap ochdi. Endi o qiziga nima deyish kerak? Bu şum xabarni onunğa qandaq yetkizish kerak? Mevlana Muhiddin qizining gipi eg'ir kelganligini chandumay. Barg'in qizim, dedi. Bu ish qizlar aralashadigan ish emas, o'z ishingni qil balam. Xurshida Banu asta o'rnidan turib, yenik qadam besib eshik tarafga mangdi. Xurshida, qizim, Banu to'xtadi. O beshini burab dadasiga qaradi. Shamning g'uva sho'lisida uning chiroyi aniq ko'rinmasimi, lekin beshini bir tarafga burab, jim turishidan qandoqdir yushurun jarohati borligi. Yo'q, cheksiz bir dardda qolganligi chiqib turadi. Mevlana Muhiddinning yuragi echishib, demakchi bo'lgan gapini ichiga yutib oldi. Bechora dadangni kechirgaysan qizim. Taqdirga tanbalmaslikka nima amal bor? Bu ishdan seni momon xabardor qiladi. Apu qil qizim. Mevlana Muhiddinning lavlari titrab, qo'l yog'lig'i bilan ko'zini surtdi. Xurshida Banu ko'nglida to'satdan paydo bo'lgan gumondan badani uyushib, daldan shiginicha mehmonxonadan chiqib ketdi. Talada yanıla qar aralash yomg'ir yig'ib, shamol chiqib atadi. Bog'dagi qeri daraxtlar echinishli g'ichirlab, go'yo sovuqdan nola qilib zarlanayotgandek qiladi. Hovlida hech kim yo'q bo'lib, faqat darvoza tarafda qorovullarning gudung-gudung qilgan ovozlari anglanadi. Xurshida Banu sharqirab yig'ayotgan yomg'irni sezmay qo'raning o'ttirisidagi barangning tuvrikiga yo'landi. Xurshida Banu sharqirab yig'ayotgan yomg'irni sezmay qo'raning o'ttirisidagi barangning tuvrikiga yo'landi. Bechora dadangni kechirgaysan qizim. Bu ishdan seni momon xabardor qiladi. Taqdirga tanbalmaslikka nima amal bor? Bu gaplar nimadan bishorat beryapti? Momon meni nimadan xabardor qilmoqchi? Apu qil qizim. Dada, jinim dada. To'satdan Banuga kimdir birisi Xurshida Banu deb pichirlayotganda tuyulib cho'chib ketdi. Bu ovoz bog' tarafdan kelgan edi. Banuning yuragi güp urib, bir ikki qadam mangdi. Bog'ning eshigi qiya ochiq edi. Banu, qalandar dadamdan Mevlana Ali qushchini uqqil ketdi-da. Xurshida Banu qayoqqa yugurishni bilolmay tingriqab qoldi. Dal shu chog'da eshikda qalandarning egiz, yo'g'on gavdasi ko'rindi. Banu to'xtang, sizga deydigan bir gapim bor. Xurshida Banu qo'rqib huduqib, darvozaxonaga qaradi va putining uchida dastlab bog'ning eshigiga yaqinlashdi. Qalandar keyniga chekinib, boqqa o'tdi. Banu, nimishqa keldingiz? Xurshida Banu halsizlangan holda tamga yo'linib, aloqalari bilan yuzini to'sdi. Men bechorani qiynab nima qilasiz? To'xtang, Banu, dedi qalandar to'satdan buyruq ohangida. Dadingiz sizga hech narsa demadimi? Dedi. Siz rost debdikansiz. Biroq nima chora? Dadam ojiz bechora. To'xtang Banu,
Bugün bu yerge kök saraydan Adem kelmedi mi? Bayağı düştü kelgen natunuş, ama yürüş turuşlardan saray məhləmlərinə oxşaydigan hakavur adamlarni esiga algan Banu'nun teni sirqirab. Keldi, dedi. Ola nima maqsadda kepti? Kalender sözünü davamlaştıranmay duduqlab qaldı-yu, üzüdün yirginib, şəfqətsizlik bilen yana soradı. Şahzade sizni öz hərimiga elib barmaqçı bolğanlığını anladınız mı? Xurşida Banu şaqqada Kalenderga qaradi. Qaranğuda onun nəfsi qısilib, hasıravatqanlığı anlandı. Yo'q, bilmegen bolsanız bilip qo'ying, Banu. Bu iflas ata qatili Jamalingizning tarifini anlab, sizni öz haramiga elishni qasd qilibdi. Titrek basqan Xurşida Banu ko'zlarini yumdi. Dadısının solğun chiroyi ko'z oldidan neri ketmaydi. Onun mo'ngluq ovozi quloq tubida qayta takrorlanadi. Bechora dadangni kechirgaysan qizim. Taqdirga tanbamaslikka nima amal bor? Nimishqa undamaysiz Banu? Kalender onun muzdek qo'lidan tutdi. Gepimni anglang Banu. Agar menga ishonsangiz, bugunla elib ketaman. Sodiq odamlar jinini aymaydigan do'st birodarlar bor. Bu xayim xatar tugugicha yushirinib tursiz. Nimishqa gap qilmaysiz, Banu? Xurşida Banu to'satdan ko'ziga yosh ilib, siz, dedi titrab, siz meni tashlab ketmamsiz? Kalender ajoyib bir jur'at bilan uni nozik bilidan quchoqlab o'ziga tortdi. Ya Rabbi, men sizni tashlab qo'yib nagimi ketaman, Banu? Xurşida Banu yosh bilan yuyilgan yuzini birdam Kalenderning saqal basgan yuziga yoqdi. O haqoratlangan boladek öksüp yig'laydi va bir nimalarni deb pichirlaydi. Xurşida Banu. Xurşida Banu ko'z yoshlarini surtib Kalenderga qaradi. Xo'p, nega desangiz shu yerga boraman. Qalinroq kiyimlaringizni elib oling. Yo'q, bu uyga qaytib kirmayman, dedi Xurşida Banu. Yanımda sizle bo'lsangiz, soğukdan ölüp qolmasman. Qarnoqi lam jim demay Banuni dast ko'tirdi de, teyilgaq yo'lda teyilib, müdürülüp, oymanlıqqa qarab ketdi. Qadrli do'stlar, 16. mavzu tugudi. 17. mavzuda ko'rishgacha omon bo'linglar. Rahmat, tanishib berganinglar uchun.